Men uchun norm yoki strom bo'lgan narsalar. Men uchun o'g'il bola bilan qiz bolani do'st bo'lishi bu norm holat. Ko'pincha aytishadi, o'g'il bola bilan qiz bola do'st bo'la olmaydi deyshadi, lekin men bunga teskari qarayman. O'g'il bola ham, qiz bola ham bemalol do'st bo'lishi mumkin. Bu faqat odamning o'ziga bog'liq. Qizlar bir-biri bilan o'pishib so'rashganini umuman yoqtirmayman. Do'stlarim bilan, dugonalarim bilan qo'l berishib yoki bo'lmasa yaxshilab quchoqlashib so'rashni afzal ko'raman. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, qizlar baribir so'rashayotganda yuzini mana bunaqa qilib qo'yishadi, lekin bir-birini o'pishmaydi. Undan ko'ra yaxshilab quchoqlashib ko'rishgan yaxshiroq. Shoppingga, do'konlarga, restoranlarga, kofe ichishlarga qatga bo'lsa ham o'zim borishni yoqtirmayman. Chunki juda ham zerikaman. Magazinlarga kirishga uyalaman. Bitta o'zim xo'ja yonimda pulim bo'lsa ham, lutchi kim bilandir yoki onam bilan yoki do'stlarim bilan boraman. Opa-singillar, dugonalar bir-birini kiyimini kiyish men uchun strom. Chunki odamning organizmi har xil bo'ladi va ham har xil terlaydi va hammaning tanasida har xil kasalliklar bo'lishi mumkin. O'shuning uchun gigiyenani saqlagan holatda o'zini kiyimini o'zi kiygani yaxshiroq deb hisoblayman. Bir-birini bo'yanadigan narsalarini ishlatganni umuman yoqtirmayman. Masalan, tush, pomada, tonalli shunga o'xshagan narsalarni, masalan, odamning ko'zi og'rib qolgan bo'lishi mumkin yoki labiga nimadir chiqqan bo'lishi mumkin yoki yuzida qanaqadir yuqumli nimadir toshma toshgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kosmetik vositalarni, bo'yanadigan narsalarni faqat odamning o'zi ishlatishi kerak, hech kimga bermasdan. Yana nimalar qolib ketdi? Qizlar kommentariyaga yozib ketinglar.